Reklama olasizmi, bizda kapsula bor, quvvatga pulni beramiz deyishdi. Juda ham ko'p blogerlar $3000, $5000 pul beradi. Menga ham taklif bilan juda ham ko'p firmalar chiqishdi. $3000, $4000, $5000 gacha beramiz, reklama qilib bering deb. Men отказ qilganman juda ko'pini. Nima uchun? Chunki ko'p blogerlar xalq ishonchiga kirgandan keyin уже reklamalarga o'tib ketadi. Ya'ni har xil reklamalar, shunga o'xshagan narsalar reklama qilib chiqadi, pulini bersa bo'ldi. Lekin u odam oldi, ichdi, nima bo'ldi, ertaga nima bo'ladi, ichgandan keyin qanaqa holatda degan narsalarni hech kim o'ylamaydi. Mana misol uchun juda ham ko'p firmalar mana uyda boshqa narsalar reklama qilishyapti va o'sha narsalar talabga, reklamasiga javob bermaydi. Biz har tomonlama misol uchun bu narsani tekshirib, o'ylab chiqib va bu narsalarda xalq qanaqa deydi, nima deydi, hamma tomonlama qilib keyin bu narsani reklama qilishimiz mumkin. Atak juda ham kamdan kam reklama olamiz. Shuning uchun yaqinda bitta firma taklif bilan chiqdi. $5000 beraman, shu narsani reklama qilib bering deb. Yo'q. Biz umuman pashta reklama qilmayman bilsalaring. Men o'zimni ishlab chiqargan o'sha maxsus mahsulotlarimiz bor. Albatta, tabib misol uchun narsalaridan, u narsalar xalq sinovidan o'tgan. 30 yil, 40 yil, 50 yil, 100 yildan beri odamlar nojo'ya ta'sir qilmagan. Shuning uchun o'sha narsalarni biz xalqqa sekin-sekin taqdim qilyapmiz. Mana yaqinda, xudo xolasa, mana gijja uchun maxsus siruplarni chiqadi. Uni ham bolaga umuman zarari yo'q. Kichkina tabibni maxsus o'sha retsept asosida chiqiladi xolos. Shuning uchun uzr, reklama qabul qila olmaymiz.